Assalomu alaykum do'stlar. Navasa bizning ilgirki darsimiz shu manhajus sahaba radiyallohu anhum fi tafsir degan dars bo'lgan. Shundan saboqdoshlar. Bugun inshaalloh al-marhalatu thalitha التفسير في عهد التابعين رحمهم الله تعالى degan gapni boshlaymiz. İlgirki derslerden tushunmagan taraflar olib qolsa, hozir so'raveranglar. Biraman sizlarga vaqt beray. Savollar bo'lmay qolsa, men bir sizlardan so'ray, sizlar mendan so'ragandan keyin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avozlar chiqdi. بسم الله الرحمن الرحيم. المرحلة الثالثة التفسير في عهد التابعين رحمهم الله تعالى. لم يكن ثمة فارق كبير بين منهج الصحابة رضي الله عنهم ومنهج التابعين، فقد تلقى التابعون تفسيرهم من الصحابة رضي الله عنهم كما أسلفنا، وكان التابعون يتحرجون من التفسير كما تحرج الصحابة رضي الله عنهم. فهذا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأن لم يسمع. وهذا الشعبي يقول: والله ما من آيات إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله تعالى عن الله. Rahmat Allah razı olsun. Yeterli oldu. Yani bir sabaqdaşımız o'qib baqsin. Salman sabaqdaşımız o'qib baqsizlar. Assalomu alaykum ustoz, ovozim bormi? Va alaykum assalom ustoz. Ovozini olaman. Ustoz, hozir o'qiyotgan oxirgi anlamay qolibman. Nega kelib to'xtalib ustoz? منهج التابعين في التفسير degan o'rinda o'qisizlar. Bo'ldi ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. منهج التابعين في التفسير. يشترك التابعون رحمهم الله تعالى مع الصحابة رضي الله عنهم في أهم أسس التفسير إلا أنهم نظرا لتلقيهم التفسير عن الصحابة واتساع الفتوحات الإسلامية جدت أسس أخرى. فمنهج التابعين رحمهم الله تعالى يقوم على الأول تفسير القرآن بالقرآن كما مر في منهج الصحابة رضي الله عنهم. الثاني تفسير القرآن بالسنة النبوية كما مر أيضا في منهج الصحابة رضي الله عنهم. الثالث تفسير القرآن بأقوال الصحابة، فإن التابعين رحمهم الله تعالى كانوا يرجعون إلى تفسير الصحابة رضي الله عنهم ويقدمونه على أقوالهم وهم الذين. Rahmat Allah razı olsun. Mençe yeterli oldu. Endi yeni bir sabaqdaşımız o'qib baqsin. Yana so'raymi yoki ixtiyoriy shaklda o'qib baqay deysizlar? إلا وقد سألت عنها ولكنها رواية عن الله. فهذا القول منهم رحمهم الله تعالى محمول على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. منهج التابعين في التفسير. يشترك التابعون رحمهم الله تعالى مع الصحابة رضي الله عنهم في أهم أسس التفسير إلا أنهم نظرا لتلقيهم التفسير عن الصحابة واتساع الفتوحات الإسلامية جددت أسس أخرى. فمنهج التابعين رحمه الله تعالى يقول على تفسير القرآن بالقرآن كما مر في منهج الصحابة رضي الله عنهم. تفسير القرآن بالسنة النبوية كما مر أيضا في منهج الصحابة. Rahmat Allah razı olsun. Yeterli bo'ldi. Sabaqdaşlarımdan talab qiladigan sabaqdaşlarimizdan ama kelar soatda bu qitimimni belki zo'lumdim. Kelar soatda mana shu falonni o'qima deyman, shu o'qishga kerak. Menga jihatdan ma'lum tayyorlik olsin. Ondan biz
Dersimizni başlayalım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. İlgili biz dersimizde tefsirdeki umumi basqıçlarını neçeге bölgendik arkadaşlar. 4 basqıçqa bölgendik. Birinci basqıçta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin devredeki tefsir. İkinci basqıç sahaba radıyallahu anhumlarning devridagi basqıç, üçüncü basqıç tabiinlarning devridagi basqıç, dördüncü basqıç xotirlash. Yani yazıqchilik boshlangan Hijriye 2. asrning oldidagi mezgilni 4. basqıç deb bo'lgandik. Shuningdek Resulullahning davridagi tafsirining xarakteri Resulullah bilan sahabaning o'tirida tafsir qanday shaklda e'tiriladi, bu haqdagi ahvollar, shakllari, bu to'g'riliq biz ilgirki darslarda o'tdik. Undan keyin sahabalarning davridagi tafsirni oldin qatimliq darsimizda o'qib o'tdik. Sahabalarning tafsir Resulullah hayot vaqtida tafsir qilish shakli qanday edi? Resulullah dunyodan ketgandan keyin qanday bo'ldi? Asosliq tafsir qilish usuli qanday edi deb buni cho'ng jihatdan 3 ga bo'lgan bo'ldik. Mushu eng muhimi esingizda bu bek tursin. Ya'ni Qur'on bilan Qur'onni tafsir qilish, Qur'on bilan hadisni tafsir qilish, Qur'onni hadis bilan tafsir qilish. Agar Qur'onning bir oyatning tafsirini Qur'ondan topolmasa, hadisdan topolmasa, ondan keyin o'zlari o'zida yetilgan ijtihod, o'zida yetilgan islomiy shar'iy bilimlar, ruhiy islomning ruhiyati, islomning maqosidlari, tushunchalariga asosan o'zining ijtihodoti bilan tafsir qilish haqida biz tushuncha bergandik. Ama ondan keyin sahabalar davridan keyin tabiinlar davriga kelgan vaqtda uzluksiz bu soha kengayib mangdi, tafsir sohasi kengayib mangdi. Tabiinlarning tafsiridagi tutgan yo'li qanday yo'ldi? Mushu haqda bugun to'xtalamiz. Manhajut tabi'in fi tafsir. Tabi'inlarning tafsirdagi tutgan yo'li يشترك التابعون رحمهم الله تعالى مع الصحابة رضي الله عنهم في أهم أسس التفسير. Bir nokta kallandığını koysun arkadaşlar. Sahabaların devri, tabiinların devride oturduğun sızıp kurtuda kesildiğin bir devri yok. Yani köp hallarda devri bunda birisi kerişip ketken bulurdu. Çünkü Resulullah dünyadan ketkenliği için Resulullah bilen birlikte yaşayan sahabalar kaldı ya. Kim Resulullah'ını köymegen ya o vakti ima etmeyi, kim ima etip ki bir mücadele var. Bunlar hemiz tabi'in. Yani sahabalar bilen 20-30 yıl birlikte yaşayan tabi'inlar var. Yani tabi'inlerin devri hesapta sahabaların devrininki devamı. Hatta ardışkıtıklık. Hatta İbn Abbas'la okşaş küçük sahabeler bazı yaşlı çoğun tabiinlerden bilim alıdığın ahvalımı hem var. Bundan noktalandıkken tabii ki tabiinlerin devredeki tefsirler, sahabaların devredeki tefsirinin oturuda köp yerlerde, 90% yerlerde okşaşlık buluşu tabii. Çünkü dedim ya, tabiinlerde bir yiptat üzgendek lan bir devri yok. Tabiinlarning devri sahabalarning devri bilan aralashib ketgan bir şekilde ma'lum vaqtni o'tkazgan bo'ladi. Undan keyin sahaba qolmagan vaqtida tabiinning devri bo'ldi va tabiinning oxirgi devri bo'ldi. Shu tabiinning devrini 3 ga bo'ladi. Tabiinning dastlabki devri, o'rta devri, oxirgi devri. Hatto tabiinlarni cho'ng 3 ga bo'ladi. Kibar tabiinlar, sig'ar tabiinlar o'tir holda. Bular hemmesi ətövgün ulumul hadislerde hadisden rivayet qilish şekilleri kelgan vaqtda bunun farqini ko'rsizlar. Ammo men sizlarga demoqchi bo'lganim shuki, tabiinlarninki sahabalardan farqlanib turadigan bak cho'ng taraf yo'q tafsirda. Illaki sahabalar o'rtadan ketgandan keyin, dunyodan ketgandan keyin qolib qolgan qismida farqlanadi. Sahabalar bilan birga yashagan qismida tamamen o'xshash. Şunlaşqa Abdurrahman gapini qanday başladı bilamsizlar? Yashtarikut tabi'un rahimahumullah ma'as sahaba
fi ahammi usasi tafsir. Tafsirninki asosiy prinsiplarining eng muhimlarida tabiin rahimahumullah la sahaba radiyallohu anhular bilan nima o'rtaqlashidir. Yashtarikundagini o'rtaqlashidir. Lekinisi var. Men bayatın bir kız geldim dedim ya. Sahabalı dünyadan ketkendiğin ki kapkagan bir tarafı var. Sahabalı dünyadan mesela xuddi sahabalar Resulullah bu vakitte sahabalının tefsir ediliş menbezi qanchta ishga ketdi. Ya Kur'an bilan tefsir qilatdi, ya Kur'anni hadis bilan tefsir qilatdi. Ikki menba botdi. Sahabalarda Resulullah dünyadan ketkendan keyin yangi paydo bo'lgan masalalarga yoki o'z vaqtida bayon qilinmagan masalalarga qarata o'zidagi diniy ma'lumot Resulullah bilan 23 yil hamroh bo'lgan bir alohidilik, o'zgachilik turtkisida bularning bir turi ko'paygan. U o'zimi sahobalarning ijtihadoti. Birisi sizdan so'rab qolsa bugun sahobalar Qur'onni qanday tafsir qiladi deb qolsa, Qur'onni Qur'on bilan tafsir qiladi, Qur'onni hadis bilan tafsir qiladi, Qur'onni o'zining ijtihadoti bilan tafsir qiladi deymiz. Buning ikkisi Rasululloh davridagi ahvol, uchinchisi ijtihadoti Rasulullohdan ayrilib o'zi yolg'iz qolgan vaqtdagi ahvol emasmi? Endi tabiinlarning ayni shu shaklda ahvol bor. Yani dedi-ku Abdur yeşteriku et-tabi'un rahimahumullahu ta'ala ma'as sahaba fi ahammi usas tefsir. Yani tabi'in rahimahumullah'la sahaba radıyallahu anhumlar bilen tefsirinin en muhim asaslarında ortaklık var. İlla lekin degayadilan bir mesele var. Lekin degenden keyin lam gap chiqadi. Yani o'xshamaydigan taraf. Chunki sahoba dunyodan ketdi, tabiinlar yolg'iz qoldi oxirgi asrlarda. Bu vaqtda qanday qiladi bo'ladi desa, lekin innahum bular deydi. Bularning tafsirini sahobadan olganligiga qarab va islom futuhatlarininki kengayganligiga qarab yana başqa degani uxradan chiqadi. Başqa nimalar prinsip asoslar yangilandi. Jaddat yangidan paydo bo'ldi, yangilandi degan ma'noda. Ovozim uzilib kelyapti yoki normal kelyapti savoldoshlar? Unda bo'lsa sahobalarning tafsir asosiy prinsipi qanchta? 3ta. Birisi Qur'on bilan tafsir qilish, Qur'onni hadis bilan tafsir qilish va o'zi ijtihod qilishmidi. Cho'qqum tabiinlarning mush 3 dona asosiy prinsip bo'ladi. Avval. Va undan yana sahobaning vaqtida yo'q bir prinsip qo'shiladi. Mushlik Allohning inoqto'nglar. Am sahabdoshlar sistemi biroz to'rni kuchliroq to'rtalab qilgan bo'lg'achqa Mesela sizlar Wi-Fi'da yoki telefondan to'g'ri chiqqan bo'lsangiz, boshqa ish qilayotgan bo'lsangiz, imkon bor boshqa ishni to'xtatinglar. Masalan, uyingizda Wi-Fi to'ri bor va dars olyapsizlar. Birisi Wi-Fi'da bir film yo bir narsa ko'rib, to'rdan bir narsa tushayotgan bo'lsa, ta'sir bo'ladi. Shunga diqqat qilsanglar bo'lsa, savatdoshlar. Bo'lmasa qolgan jihatda masala yo'q. Unda bo'lgandan famanhajut tabi'in rahimahumullah degan fa xulosani ifodalaydi. Demak, tabi'in rahimahumullahlarninki prinsipi tuvandikidek asoslar ustida turadi. Ana qarab boqaylik, bir ko'z yugataylik savatdoshlar. Necha asos bor ekan? Raqamga qarasak, hozircha 4 asos bor deb turadi. 4 asos. Endi sahobalarnikini bir aslaylik. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi asos. Bir kitobga qarablam oldikini qarab bir aslab boqinglar. Birinchi asos Qur'on bilan qana qilish, tafsir qilish savatdoshlar. Xuddi sahobalarning manhajida o'tgandek. Shunga bu yerda bak ortiq to'xtalmaymiz, chunki ayni manhaj yani. İkincisi Qur'onni Payg'ambar alayhisolamning hadislari bilan tafsir qilish xuddi sahobaning manhajida o'tgandek. Bu o'xshash. Üçüncüsü Qur'onni sahobalarning so'zi bilan tafsir qilish. Sahobaning ijtihadoti
tabiilliğe nisbeten o'ziga qaraganda yuqori o'rinda turadi. O'zining ijtihodiga qaragan vaqtda sahobaning ijtihodini yuqori o'rinda qo'ydi tabiinlar. Chunki tabiin rahimahumullohlar ular sahabalarning tafsiriga murojaat qiladi ve o tefsirini yuqaddimunehu o tefsirini özlerinin sözlerinin aldıda koyatdı. Nimişka? Çünkü tabi'illah del tefsirini sahabalardan ügengen, talakka ödüğüne tapşırıp ağan, kanakılgan, ügengen ve tefsirini ulanın aldıda ötküzgen. Haraduhu aleyhim diyen gep, toğurları diyen gep. Yani ulanın aldıdını ötküzgen. Xuddi Mücahid ibn Cibr davatıda digendek men mushafni Kur'an demekçi. İbn Abbas'a 3 kıtım közüp öttüm. 3 kıtım közüp öttüm degeni İbn Abbas'ın aldıdın her ayetine ma ayetinin manisi bu. Ayetinin manisi bu degan şekilde 3 kıtım aldıdın ötküzdüm deydi. Bu Kur'an'ın Fatiha'sından hatimisi gıca. Qanday holatda desa uqifuhu ma ilgirki cümlenin haleti. İbn Abbas radıyallahu anhu ne şu Kur'an'dan her ayetinin qaşida to'xtutup ve şu ayet hakkında İbn Abbas'tan sorab 3 qatdan ötküzdüm deydi. Oylab bakma bu adli gap emas endi. 30 var Kur'an'daki her ayetni İbn Abbas'ın oldida o'tirib, ma ayetning ma'nosi ma'vo, ayetning ma'nosi ma'vo, ma'noning ma'nosi shundami deb ustoz bo'lgandan keyin bundan tasdiq olgan bir şekilde oldidan mush şekilde o'tkazdim deyapti. Tamam mı savoqdoshlar? Ma'vo 3 yuqorida o'tgan 3 manhaj sahobalarning ayni manhaji. Şuңaşqa o to'g'risida bek ko'p to'xtalmadik. Chunki sahobalarning davrida qanaq bo'lganini biz so'zlab bo'ldik. 4-chi manhajga kelsak endi. Tabiinlarning o'zining tushunch va ijtihadoti. Ma'o 4-chi manhaj. Agar tabiinlar bir tafsirini Qur'onning o'zida topolmasa yoki hadisda topolmasa veya ki sahabalarning so'zini topolmasa, bular ijtihad qiladi. Chunki ular ijtihadga loyiq kishilar. Ahlun degani ijtihadga loyiq kishilar. Bular arablarning tillarini biladi. Chunki o'zi arab ko'pincha tabiinlar ve ularning so'zdagi taraflarini obdan tushunadi. Masalan so'z degani shu til demekçi. Onun üstüge vaqat talaqqavut tefsira. Onun üstüge bular tefsirini sahabalardan ağan, yani sahabalardan ügengen. Sahabalardan şularning g'ayri anglamagan gaplarni anglagan. Unda olgandaki natija shuki, fa haqqadagi fa natijani ifodalaydi. Natija shuki, bularning shu sahabalarning manhajidan keyin ijtihad qilishi haq bo'ldi. Haqqun lahum ne agar haqdir deb olsak, loyiq deb tarjima qilsanglar bo'ladi. Agar haqqa desanglar, haq bo'ldi deb tarjima qilsanglar bo'ladi. Mencha fa haqqun deb tarjima qilishmi muvofiq. Ya'ni bularning shu sahobalarning manhajidan keyin ijtihad qilish bularning haqqidir demakchi. Mencha tushundingmi savoqdoshlar? Yana birisi bor, ortiq birisi bor. Tabiinlarning davridagi shu Qur'on tefsir kılıçtaki menhejlerden birisi ehli kitaplarının Yahud Nasaralardan ibaret ehli kitaplarının sözleri. En müşekkige vakitte ben kitapka kiriştim ilgili biraz şeylerle işlenmiş buraya. Birisiyle Samavi dillar özara birisi yakın. Samavi dillarınki özgürüşten ilgiriki esli prensibi tamamen okşaş. Hemisi Allah tarafından peygamberlerge evetilgen. Mesela İncil desek İsa Aleyhisselam'a Allah tarafından evetilgen Allah'ın kitabı. Tevrat desek Musa Aleyhisselam'a Allah tarafından evetilgen Allah'ın kitabı. Tevrat İncil'de mi Kur'an'a okşaş insanın yaratılış Adem Aleyhisselam, İblis, qatarlıq ilgirki meselelerinin hemisi umumeten
ba'zi Qur'on qaraganda qisqa, ba'zi Qur'on qaraganda keng bir shaklda qanday qilinadiq, so'zlanadiq. Bu nuqtani sahobalar va tabi'lardan kimga tabi'inlar obdan tushuniladi. Endi Qur'onga qarasanglar, Qur'onda Adem alayhisolamning qissasi va Musa alayhisolamning qissasi va u va bu va hammasininki bizga munosabatlik tarafini so'zlab bo'ldi qiladi. Uhud to'g'riliq so'zlaydi, bizga munosabatlik tarafini so'zlab bo'ldi qiladi. Badr to'g'riliq so'zlaydi, bizga munosabatlik tarafini so'zlab bo'ldi qiladi. Musa alayhisolam bilan Fir'avnning qissasini desak, shu bizga ibrat oladigan, dars oladigan, savob oladigan tarafini ham so'zlaydi, bo'ldi qiladi. Adem alayhisolamning ahvoli shu. İnsanning bir psixikasida qissalarning biroz tafsilotini anglag'isi keldi inson kishi. Anniki nima bo'ptilar, mananiki nima bo'ptilar deb. Endi ahli kitobning kitoblarida shu onun munosabatlik ba'zi ortiq mazmunlar bo'lib qolsa, bir gapni qo'shib qo'yaymish yerda. Endi bizmi kichik vaqtimizda ancha-muncha anglab qolatdik bir maddalava. O'zi din nomidan har xil hikoya cho'chaklarni to'qitdi. Bizning kichik vaqtimizda bir bozorlar bo'ladigan. Shu maddahlar bir yig'latdi. Maxsus shu maddahning gapini anglag'ili kishilar kiratdi. Masalan, Rasulullohning tarixini o'zgacha bir so'zlaydi bular. Ali radhiyallohu anhuning tarixlarini mayda mubolag'alar bilan qo'shib so'zlaydi. Hatto bularning maxsus kitoblarini bo'ladigan, hammalar o'qigan bo'lishi mumkin. Qisosul Anbiyo deb bir roman o'qigandek, cho'chak o'qigandek, Uyg'ur xalq cho'chaklarini o'qigandek bir fantaziyalik bir shaklda diniy hikoya bir metodi bor. Bizning ma'zratda. Xuddi shunga o'xshagan ahli kitob va Yahud nasronining qaysi olsin, bundan favqulodda ko'pindi bu ahvollar. Endi Qur'onning qissa haqida bir narsa o'qigan, bir narsa o'rganganlar bilib bilmay shu narsalarningki tafsiloti yoki oldi-keyni, voy, gapning asli oldi bunday emasmi? Qur'onda Musa alayhisolamning gapini so'zlasa, Yahudning kitobida Musa alayhisolam to'g'ri kengroq bir tarixlab qolsa, "Voy, menga ajab dil keldi-ya." Yusuf alayhisolamning qissasini Qur'on so'zlagan bo'lsa, Yahudning bir kitobida buningdan tafsiliyroq masalan, buni bir hikoyasi olib qolsa, xuddi oltin deb olgandek, "Ajab magapning munosabatlik tarafi mayadikayya." Ma bir psixik insonda bo'ladi endi. Mush nuqtadan bilib bilmay ba'zi mufassirlar tafsir yo'tganlarningki tafsirining ishiga shu masalalar tafsir sifatida qilib qolgan ahvol xili bor. Sizlar biz o'qiyotgan tafsirlarningki hammasi desam bak mubolag'a bo'ladi, ko'p bir qismida mushu ahvollar bor. Tafsirlarningki Banu Isroilning qissalaridan xoli qolgan fakat yok diğerlikleri intayin az. Hatta nurgun aşı zat İsrailiyatı kirmeyimiz deydiğen müfessirlerimi aşı bir yerlerde qanaq qalğan, kirib qalğan ahvallar basa vaqtlaşlar. Mana bu mu del şekilleniş cəhətdə tabiillarning davrida şekillenib, tabiillarning tafsir manhajlarining birisinin qatarida sanılıb qalğan ahvallar var. Bunun ismi İsrailiyat deydi. Anlayın bu gapni. Bunun ismi nima? İsrailiyat. Şuna kitaptımı tabiillarninki davridagi tafsir manhajininki 5-ci türü sifatida mushuni so'zlab qo'yganlar qarasanglar, aqval ahlil kitab minal yahud va nasara. Ya'ni yahud nasaralardan bo'lgan ahli kitobninki nimalari so'zlari. Ben bayatını düşündüm. Bence bu meseleni biraz düşündüm aslında. Şundayım. Anas kitap qarab bakaylı. Vezalike. Vezalike degen yuşurun bir sualının cevabı da keltirilgen cümle. Çünkü ehli kitapninki sözleri tefsiriga kirib qaldı dese, kaldı bir sual işareti payda oldu. Bu qandaq olup ehli kitapning sözleri bizning tafsirining qatoriga kirib qoladi deydigan bir savol paydo bo'ldi ya. Shunga qarta javobi bunda o'tadi. Bunda bo'lishining sababi chunki Qur'oni Karim va zalikadan kim kelib qolgan annaka fallada nimani ifodalaydi? Sabab maqsadni, sabab illatni ifodalaydi. Chunki Qur'oni Karim ilgirki payg'ambarlarning qissalarini tilga oladi.
o'tmishdagi o'tgan ummatlarning tarixlarini qisqalarni tilga oladi. Qana tilga oladi? Zikran mujaza qisqag'in tilga oladi va qissalarning bu hodisalarning tafsilotlariga chaqilmaydi. Kirmay tafsilotlariga. Ammo odamningki ko'ngli va nufus, insonning ko'ngli tuduqlash ve izqoqlashqa mayil bo'ladi. Ko'nglida adamlarga undankin nimbobtular deydigan bir tuyg'u insonda paydo bo'ladi. Shuning bilan falamma tasa'atul futuhatul islamiyya islom fathilari kengaydi. Falamma'dagi lamma qilibdi, itivdi, kengaydi ve islomga ahli kitobdan bir bo'lib millatlar kiribdi. Bu millatlar allazina umamning nimasi sifati. Bu millatlar mushu qissalarning tafsilotlarini Tavrat va Injildan qana qiladi, biladi bular. Ana mushta ahvol bo'luvdi. Falammadagi lammaning javobi mushunimo saru. Endi bular mushularni kishilarga rivoyat qilib turadigan bo'lib qoldi. Saru degan gap sizlar grammatikada bir holatdan bir holatga o'zgardi deb tarjima qilasizlar. Shu bo'lib qoldi yani. Ashta qildigan bo'lib qoldi. Va kishilarmo shu qissalarni anglashga yuzlanadigan bo'lib qoldi. Hammadan ashuni anglag'usi bor. Chunki qiziqarli hikoya, cho'chakdek bir gapda. Nima ish qilsa, Qur'ondagi qissalarning tafsilotini anglash ve Kur'an'daki haberlerin tefsilatını anlaşını yaxşı görgəndir. Şunu bilen, şu sebepten tefsirge İsrailiyat dep tunulduğun muşu haberlerden bir bölükleri kirip kaldı. Yani tefsirge İsrailiyattan kirip kalış ahvalı bu. Muşu tabiinler devredeki müfessirler içinde en köp İsrailiyat rivayet kılınanlar kim olursa Onundan İsrailiyat rivayet kılınan kişilerin en köp İsrailiyat rivayet kılınan kişi birisi Abdullah ibn Salam, Ka'bul Ahbar ve Vehb ibn Munabbeh ve Abdülmelik ibn Cüreyc. Muş isimlerinin hemmisini biz bir yerde bayan otlamayımız arkadaşlar. Tefsir kitapları da kep kalsa mence dikkat kılış gerek. İsrailiyat hakkında tahqiqat qilamiz, alayda to'xtalamiz keyingi vaqtlarda. Ama İsrailiyatlarning tafsiri kelib qolgani amaliyotda islom tarixidagi yoki tafsir tarixidagi bir musibat. Endi tabiinlarning tafsirining alohidligi, o'zgachiligi, masalan, sahobalarning tafsirining metodida, tafsir manhajida yo'q. Nima ahvollar tabiinning tafsirida bor desa, tabiin rahimahullohlarning tafsiri bir qanchalıgan alohidliklar bilan o'zgir farq qilinib turdi yoki farqlanadi alohida bu. Shu alohidliklarning ichidan birincisi tafsirga İsrailiyatlarning kirishi. Yani alohidlik degani ijobiy nuqtadan emas, ya'ni farqlanadigan tarafida tushunsangiz bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi islom fathilarining kengayganligi uchun ko'plagan ajamlarning islomga kirganligi uchun sahabilik qilmagan nurg'un oyatlarni tafsir qilishga ehtiyoj ko'paydi. Nima uchun sahobilik qilmagan? Shu oyatlarning ularning qishidan ma'nosi oshkor bo'ldi. Biz bir gapni degan esimda bo'lsa, sahobalarning manhaji haqida sahobalar Qur'onning hammasini to'liq tafsir qilmagan deb. Chunki sahobalar ichida ana butunlay hech qanday oyatning ma'nosini bilmaydigan darajada yo'q. Az köplük farq bilan biladi har holda. Avg'onchilik biladi, ma'monchilik biladi. Unda olganda men masalan sahobalarning ichidagi bir tafsir qiluvchi bo'lsam, shu atrofimdagi odamlar bilmaydiganini qilaman. Atrofimdagi hamma odam yoki bir odam Qur'ondan hech nima bilmaydigan holatda yo'q. Az bo'lsin ko'p bo'lsin biladi. Unda olganda sahobalarning davridagi tafsirida bunda butunlay 30 bar Qur'onni tafsir qilmaslik bir ahvol bo'ldi. Ani tabiinning kelgan vaqtda shu ahvol ozladi. Ya'ni tafsirning doirasi kengaytmoqda. Chunki yangi odam islomga kirganlik. Yangi islomga kirgan odam, din o'qiman degan odam shu ilmdan tortib yog'icha, noldan tortib oxirigacha hammaning o'qishga ehtiyoji bor. Bu nuqtadan tabiinlarning davrida
tefsirinin dairesi biraz qanaqlı kengaydi. Şunun bilan qarang. Fazadat tabi'un. Tabi'ullah kishilar shuning tafsiriga ehtiyojliq bo'lgan oyatlarning tafsirini ko'paytdi. Oxirida tafsirini tamomladi. Qur'onning hammani o'z ichiga oldi. Tabiinning davrida 30 par Qur'on to'liq qanday qilindi, tafsir qilindi. Bu sahobalarning davrida yo'q nechinchi alohidalik, ikkinchi alohidalik savoqdoshlar. Ikkinchi alohidalik. Uchinchi alohidalik va zallat tafsir fi hada al-ahd. Uchinchi alohidalik tafsir bu davrda ig'zoki ügünüş talak qilgani shu va boshqalarga rivoyat qilib ig'zoki ügütüş xarakterini saqlab qoldi. Hala tahi yezilish bosqichiga qadam qo'ymadi. Yezilish bosqichiga qadam qo'ymadi. Tabiinning davridimi ig'zoki ügünüdü va boshqalarga ig'zoki ügütüdü. Talaqqiy degan ig'zoki ügünüşni ko'rsatdi. Rivoyat ig'zoki ügütüşni ko'rsatdi savoqdoshlar. Makallandı bo'lsin, ha? Yani bunu bir təsvirləb bəsəm, mən bir təfsir ötükçü olsam, məndən təfsir ötündə Allah kilidi, mən sözləb birəməm, üç küzəm neyimib oturab, ular üç küzəm oturab anlaydı, çıxıb ketib, onun özünün şagirdlərine aşta sözləb biridi, aşta şekildə bu əhval keniyedildi. Gerçekten ve inkar gerçe bu rivayet şekli has Allah'ındaki has şekil ilgisi olsun mu? Aslında bu da şey çünkü her şehir ehli, Mısır ehli mesela, her şehir ehli meyli tefsirin egzaki ügünüşte ya ki başkaları rivayet kılıştı bu olsun, ulanın şehrinin imamıdın has bir şekilde ilişka köngül bilet diyen demek çoğunumuz şu. Biz ilginç sadece dedik. Mekke'ninki small karakterlik tefsir ustazı kim o? İbn Abbas. Medine'ninki small karakterlik tefsir ustazı Ubay ibn Ka'b. Kufa'ninki small karakterlik tefsir ustazı Abdullah ibn Mes'ud. Eden okşumagan iken metot okşumaydı. Bula metot okşumagan iken bunun ügengelimi okşumagan bir metot, okşumagan uslub bilen alıdı. Gerçi İğiz'den asımı farklanıdı. Mesela Mekkelikler Abdullah ibn Abbas'ten, Medinelikler Ubay ibn Ka'b'den, Iraklılar ibn Mesud'den. Bu şekilde farklı şekilde, gerçi İğzaki ügensi mi, başta farklı şekilde kanak oldu, ügün oldu. Dördüncü alahilik, kimnin tefsirdeki, tabiillarin tefsirdeki dördüncü alahilik, tefsirdeki okşumazlıklarının köpeyişi, yani okşumagan xilma-xil tefsir. Ve bu okşumazlıklarının ki sahabalarının devredeki farklardan ziyadlı oluşu. Demiş ki sahabalar bir devrede yaşıyor. Resulullah'ın devredekinin tekbek rakamaz. Yeni peyda olan işler ançıbek köpemez. Tek düşünceler anda farklanıp ketmedi. Çünkü bir devrin insanları. Hem de tabiillarının kaşık geliyor vakti tabiillar bayatın diginimizde sahabalardan kıp kalan kişilerle dinge sırtın kirgen kişilerininki koşuluşunun türküsüde ve İslam zemininki kengeyişi yeni milletlerin İslam'a kiriş türküsüde yeni ahvalı peyda oldu. Yeni tefekkür usulü peyda oldu. Yeni change peyda oldu. Bu noktadan sen başka ahvallar eşyadın peyda oldu. Çünkü fahum, çünkü ular tabiillah sahabalarının tefsiri özcüge ağa mezmunlarını ilerledi. Ve bununla özlerinin fikirlerini ulanın ictihadatına asasen koştu. Del şu yerden del şu noktadan bir ayet hakkındaki sözler ve tefsirler köpeydi. Tabiilinin alahidliki şu. 5. alahidliki mezhep okşumaslıkının urukçisi eşyada peyda oldu. Mesela asaslıkı Metod mezhep değil, ya ki ondan ki akide cihetiki batırdığı eşyayı değil, asaslık hemmesi tabiillarin devridin şahçılığını, urukçılığını yapmanlar. Çünkü tigide, teyyat deyin gap bana, tigide, kıtıda,
Muşu mezheplerinin urukçılarını mangan bazı fikirler şu devreden oldu, peyda oldu. Bu doğrusu inşallah bir fırsatımız olup kalsa tarih teşri'al İslami mesela. Anlayan tarihil mezahib qatarlıq kitaplarını anca oquşunuz mümkün. Şu vaqtlarda texmin tefsiri düşüncəyə ega bolasızlar. 6-cı alahidilik savabdaşlar. Tefsir aşı devrede her söz şu sözünün sahibiga isnat qılınış ve şu sahibiga nisbat beriliş bilen rivayet qılınatdı. Digine bir ayet doğrusunda birisi bir düşünce oturup koysa anda azıqadek qo'saq şerhi qiladigan ish yo'q. Nima deysanglar? Bu ayet hakkında pukune manda degan. Palane manda degan deb manda gapning igisi iniqdi. Igisi yo'q, gap yo'q. Hattoki so'zlar iniq bilinsin. So'zlarning ichidagi kuchliklari bilan ojizlari ayrilsin. So'zlarning sog'limi bilan keseli ayrilsin uchun her söz öz ilgisiga nisbat beriladi. Demek tabiilarning davri mutlaqo sağlam bir davr savoqdoshlar. Endi tabiilarning ichidan chiqqan dangliq mufassirlarni tunishib o'taylik. Tabiilarning ichidan tafsir bilan tunilgan ushtuhira mimman ishtahara desanlar bo'ladi, ushtuhira desanlar bo'ladi. O'xshash ma'nosi. Tabiilarning ichidan tafsir bilan tunilganlarning qatoridan Mujahid ibn Cibr, Said ibn Jubayr, Ata, İkrime, Hasan el-Basri, Zeyd ibn Aslam, Qatat ibn Da'amat Sadusi, Muhammed ibn Ka'b el-Quradi, Ebul Ali el-Riyahi, Amr el-Şahbi ondan başqalar var. Mavzuda hozir biz o'qigan bir necha tabiinlarni qarasanlar, ba'zi Ibn Abbosning shogirdi, masalan Ata Ikrimaga o'xshash, Mujahidga o'xshash. Ba'zi Ubay ibn Ka'bning shogirdi, ba'zi kimning shogirdi? İbn Mas'udning shogirdi radhiyallohu anhum jami'an. Mushlarning hammasi shu 3 asosiy liniyani bo'ylab sahobalarga qanaqandir bog'lanadi. Endi negizligiga keldik, savoqdoshlar. Mana muhimya. Ma iboratga diqqat qilinglar. Ma tarjimaga diqqat qilinglar, chataq chiqadigan yer. Ma'ni nima tarjima qilasizlar? Hukmu tafsir tabi'i. Siz diqqat qilishmay tabiillarning tafsirini hukmida xato tarjima qilib qolmanglar. Bir tabiining tafsirini hukmi, bir tabiin. Buni degan gap desanglar, bunday gap. Bir oyat var. Bu oyatning Qur'ondan tafsiri chiqmoqdi. Hadisdan tafsiri chiqmoqdi. Sahobalarning so'zidan tafsiri chiqmoqdimi? İzdensek bir tane tabiinden birisi bu ayetin tefsiri qildi. Hamda tabiiyki Muhammed Allahu olsun tefsiri Qur'ondan chiqmagan ekan, hadisdan chiqmagan ekan va sahobaning so'zidan chiqmagan ekan, buni tefsir qilgan haliqi birdan tabiina cho'qim asoslanadigan Qur'on yo'q, asoslanadigan hadis yo'q, asoslanadigan sahobaning so'zi yo'q. Qanday qiladi desanglar, o'zlikki bir ijtihodga asosan tafsir qiladi. Uni anaqa Qur'ondan dalil bo'lib qolsa, hadisdan dalil bo'lib qolsa, uni tabiinga olib kirishning hech hojati yo'q. Uni silib izlama, oyatning tafsirisi falani oyat deb oyatni oyatga bog'lab bilan qanaqa qilsak bo'laverdi, ishlasak bo'laverdi. Tabiinga nisbat berishning hojati yo'q. Tabiinga nisbat berildi degan gap, buning tafsiri oyatdan chiqmadi, hadisdan chiqmadi, sahobaning so'zidan chiqmadi. Birdani tabiin bu oyatni o'zining ijtihodiga asosan tafsir qilibdi. Ana mushu oyatningki hukmi nima? Mushu tafsirning hukmi nima desa, davomida ixtilafal ulama. Ulamalar bir tabiinning oyatga qilgan tafsiriga murojaat qilishning hukmi haqida ixtiloflashib qoldi. Agar o ayetning tafsiri Rasulullohdan yoki sahobalardan hech kimdan kamisa. O dedim ya, oyatda kelib qolsa, hadisda kelib qolsa, sahobalardan kelib qolsa, masala yo'q. Ashvodan kamigan vaqtdagi bir tabiin oyatni tafsir qilib qopti. Buning ne oyatdan dalili yo'q, ne hadisdan dalili yo'q, faqat shu tabiin dinning ruhi,
maqasid üzbilgan şer'i bilimga asosan tafsir qilib qapti. Mushning hukmi nima? Mabek zil nuqtasi arkadaşlar. Agar bilan tabiinlarning tafsirining hukmi nima deb qo'yganlar. Buni zil nuqta deyishimning sababi nima deysizlar? Chunki mushadagi chiqargan hukm, hozir chiqargan hukm, hadisdami o'tidi shu hukm. Fiqhdami o'tidi. Asosan xarakteri o'xshash. Shuni da'vatman bu nuqtani uchun. Bu to'g'risida ulamo ixtiloflashib qolgan gap, endi biz azroq detalashtiramiz degan gap. Bir-birlik ulamolar shunday deydi. Bu ulamolarning ichidan Ibn Aqil va Imom Ahmaddan kelgan bir rivoyat va Shofiy va bir tabiinning tafsirini elish vojib emas. Ammo gapni xato tushunamanglar. Bir tabiinning tafsirini elish vojib emas degan gap, ammaymiz andali tafsirini degan gap emas. Asan avla, ammo ammasang gunoh olmaydi. Ma'no tushuninglar. Sen agar o'qigan bir mujtahid darajalik odam bo'lsang, bu oyat haqida izlangan bir tarafing bo'lsa, biliming bo'lsa, almasang bo'laveradi degan gap bu. Ammo asan avla, chunki sana qaraganda sahoba bilan ham suhbat o'qigan yeri va Rasulullohning davriga yaqin bo'lgan yeri va bu nuqtada. Dalil nima desa, ma'o elish vojib emas deganning dalili nima desa, chunki ularning Rasulullohdan anglagan yeri yo'q. Sahabenin bir gap botdi ya. Bir sahabe bir oyatni tafsir qilgan bo'lsa, bu oyatning ne Qur'ondan dalili yo'q, hadisdan dalili yo'q bo'lsa-mu, biz uni ikkiga ayirgan. Agar bu oyatning mazmuni ijtihadga o'rin yo'q oyat bo'lib qolsa, buni hukman marfu qilib ko'tarib Rasulullohning so'zining qatorida muomala qilib qabul qiladi. Ammo ijtihadga o'rinda ijtihad qiladigan masala bo'lib qolsa bu oyatni chiqargani u vaqtida mavquf bo'lib sahobaning so'zida qabul qiladi. Endi tabiinlarning so'zini hadis qatoriga ko'tarish imkoni yo'q. Chunki bular Rasulullohdan anglagan ehtimol yo'q bularda. No'g'anikin bularning tafsirini bular buni Rasulullohdan sahobaga o'xshash angladi deganga ibarish mumkin emas. Fala yumkin ay yuhmal degani u yerga berish mumkin emas. No'g'ani buning tafsiri sahobalarga o'xshash marfu'ning hukmiga qana qilinmaydi, ko'tarilmaydi. Bu bir taraf bor. Ikkinchi taraf, ikkinchi vojib emasligining sababi bular Qur'on tushgan ahvollar va qarinalarga shohid bo'lgan. Sahobalarni desa, u Qur'on tushgan vaqtda billa boshada vaqaliklarning ichidagi bir kishilik odam ular. Ahvolni tushunadi ular, lekin tabiinlar emas. Unda bo'lgandan keyin fayajuzu alayhimul xata. Demak, yajuz ehtimollik ma'noda bularga xato maqsadni tushunishda xatolish qilish ehtimoli bo'ladi va dalil emas narsani dalil deb o'ylab qilish ehtimoli bo'ladi. Bu nuqtadan tabiinning tafsiri ilish vojib emas. Agar beğensem, yani ona nisbeten hem şu doğru tefsir kıptı dep düşensem asan buludu, evla. Ama sen de onun güçlüğüne delil okuyan ahval aslında almasan hiç ne olmaydı. Demekçi. İkinci sebep bu. Üçüncü sebep tabiinlarning adaleti. Yani adalete bir gap var. Sahabenin adaleti yine Kur'an bilen neskeltirildi. Radiyallahu anhum ve radu anhu diyen ayetler bilen Allah sahabalığa nispeten bir betken aqlash bir betke esatdi. Sahabaning şuna tilligi olmaydi, sahabaning ayıpligi olmaydi, xatolasimi ayıpligi olmaydi ta sahabaning. Çünkü ularning adaleti Allah tarafidan mensus. Ama tabiinlarning adaleti onunla iniq nes keltirilmaganligini bular xato Allah tarafidan aqlanmagan odamlar. Xuddi sahabaning adaletiga nes keltirilgandek. Yani şundaqla Ebiyanib'nin naql qilingan bir söz var deydi. Resulullah'tan kelgan har qanday söz baş üstiga. Fa'alar ra'sul ayn baş üstiga. Resulullah'ның sahabalaridan kelgan söz buni tashlamayman. Sahabalardan kelganini qati tashlamayman. Ammo tabiinlardan kelsa, ulumuş ijtihad qildigan bir adam. Bizmo ijtihad qildigan bir adam. Noğandakin delili bana yaksa alime,
delilni kuchli ko'rmasam ana qilmayman, olmayman deydi İmam Azam rahimahulloh. Bu birinchi turlik ulamolarning qarashi. Ma ulamolarning qarashida tabiinning bir tabiinninki Qur'onning qilgan tafsiri agar Qur'ondan tepilmasa, hadisdan tepilmasa, sahobaning so'zidan tepilmasa, elish vojib emas. Ammaslik kerak emas emas, unda emas. Elish vojib emas. Ya'ni sana nisbatan bir mulzam shaklda tushmaydi ustingga. İkinci gruppa kishilarning so'ziga kelsak, bular ko'p mufassirlar va Imom Ahmadning kelgan bir rivoyat, bularning bu so'z qarash. Mufassirlarning ko'pincha mush so'z qarashda tafsirda bir tabiinning so'zi elinadi. Agar shu so'zni hadisdan yoki sahobaning so'zidan topolmagan taqdirimizdami elinaveradi. Chunki bular tafsirini sahabalar degan. Sahaba degan kim o? Resulullahning shogirdlari va sahabalarning so'rin majlislariga hozir bo'lgan. Sahabalarning ilmidan ichgan bular. Sahabalardan boshqalar anglamaganlarni anglagan. Masalan, delil ustida Mujahid Qur'onni Ibn Abbasqa 3 qatim ko'rsatib o'tganligini oldidan o'tkazgan 3 qatim. Her ayetten yukarıda ötkenday surap ötkazgandaydi. Ma'nun tefsiri, anı ona degemek. Ve kadasın duamet davatıdı. Kur'an'da qanday bir ayet buludu iken, ma fil Kur'an ayet. Kur'an'da her qanday bir ayet buludu iken, men bu ayet hakkında bir narsa anlagan degan gap, öğrengen degan gap yani. Çokum sahabını öğrengen gapdan tabiinning bu alohidalik var. Ve Şafi'i davatıdı, vallahi her qandaq bir ayet buludu iken, men bu ayet hakkında soğugan degini, men onu öğrengen, üzem qilib olmagan demekçi. Bu ikki xil ko'z qarash bor tabiinlar haqida, tabiinning tafsiri haqida. Buningdan kuchli ko'z qarash mutlaqga qilib o'tmaslik. Tafsil deganga ayirib muomala qilish. Qanday ayirib muomala qilish? Ibn Taymiya rahimahulloh degandek, agar tabiinlar hammasi bir tafsirga ijmo qilib, hammasi bir xil tafsir qilsa, buni elish vojib. Onun hüccet buluşda şek kılınmaydı. Bu nokta kalanlığına olsun. Bunun ixtilaf yok. Eğer ixtilaf kılsa, 4 tabiin 4 xil tefsir qıptı bir ayetini olsa, ularning ba'sinin sözü ba's qarata hüccet olmaydı ve ondan kinkilerge qarata hüccet olmaydı. İxtilaf qılganlığının özü bir noktada kelmeganligi, onu bir gap sifatida alsak bo'ladi, üstüne gelish vojib emas. Bu haqda Qur'onning tiliga murojaat qilinadi, hadisga murojaat qilinadi, arablarning tilining umumiga murojaat qilinadi yoki sahobalarning so'ziga murojaat qilinadi. Gap shu. Ijmo qilsa, keskin elish vojib. Ijmo qilinmasa elish vojib emas. Buning gapi yo'q. Buning ixtilof yo'q. Ammo ixtilof nerede? Va qul. Men bu gapni dedim. Ammo bu ixtilof yo'q gap. Hammaga mashta qiladi. Sahabalar ixtiloflashgan mana bir nuqta kalomda bo'lsin. Hozir negizlik bir nuqta bor. Elishib qolsa olmasa. Ma 4 bar maqomni 4 dona tabiin deb turayli. 4 tabiin bir tafsiriga ittifoq qilibdi. Elish vojib. 4 tabiin 4 xil fikrda ixtilof qilibdi. Elish asla vojib emas. Dalilga qaraydi. Kimning dalili kuchli bo'lsa, o'zining ixtiyorligi. Gap bu emas. Ma ikki xil ko'z qarash, bil ittifoq ko'z qarash. Anas ixtilaf edilsen ixtilafmaydi. Ma 4 tabiinning ma birisi bir oyatni tafsir qilibdi, ma 3'e jim turibdi. Qarshimiga qilmabdi va buni bilan o'rtaq bir fikrni kelmabdi. Ma nuqta chataq. İttifoq kelgan bo'lsa, elish vojib. Ixtilaf qilgan bo'lsa, elish qat'iy vojib emas. Tanlab xalsan olsan bo'ladi, xalmasan o'zing tafsir qilsang bo'ladi, tamam? Endi ma bizi tafsir qildi, qolganlari uningga qaylab tutdi. Ya'ni qo'shalmabdi va qarshi turmabdi. Mayadagi masala. Shunga bir tabiin deyishimizning sababi bu. Faqat ixtilof nerede desanglar, faqat shunday edi. Fima degani shunday edi bo'lib, tafsir bir tabiindan kelibdi. Lekin uningga tabiinlardan bir qarshi chiquvchi bilinmabdi. Ya qarshi chiqmabdi, ya ittifoq kelmabdi. Delmeydi masala. Endi manınğa o'xshash gap qanday qilamiz desa, mana bular
uni elish loyiq bo'ladigan ishlarning qatoridan vojib demaymiz. Yembag'i faqat elish kerak deymiz. Va uni boshqalarga muqaddam qilish kerak bo'lgan ishlarning qatoridan. Nimishqa? Chunki ulardan keyingilarga ilm jihatda ortiqchilik va fazilati bo'lganligi uchun mushunchaliklar. Ya'ni yerda vojib yo'q. Faqat oson yaxshi gap tugadi. Mana yuqoridagi mazmunlar saboqdoshlar tabiinlarningki davridagi tafsir bosqichlari shuni o'ylab 3-bosqich oxirlashdi. Tabiinlar davridagi tafsir bosqichining 3-bosqichi. 3-bosqich. Endi 4-bosqichga keldik. Tabiinlarning davridan o'tib tadvin davridagi tafsir bosqichiga keldik saboqdoshlar. Qani oldingi mazmunlardan tushungan taraflar bo'lsa so'rayolinglar. Savollar bo'lsa so'rayolinglar. Savollar bo'lmay qolib qolsa, bugungi darsimiz mencha o'sha to'xtasin. Kelasi soatlik darsimizni shu at-tafsir fi ahd at-tadvindan boshlab o'qiymiz saboqdoshlar. Bugun biroz ozod qilishi mumkin, oz deyishim mumkin, ammo kelasi soatda mush darsni o'qitib bo'lgandan keyin shu vaqtda naq maydonda bir imtihon bo'ladi inshaalloh. Ya'ni payshanba kuni shu o'qigan yerimizgacha bir imtihon bo'ladi. Shu kunlik o'qigan darslar qo'shilib taxminan 40 ta atrofidagi dars o'qigan bo'ldik. 40 talik darsning bir imtihon bor. Shu imtihonga bir qatnashsanglar, shu imtihon natijasidan keyin biz mas'uliyatlarni bir qurib yetkazib, bundan keyin uzluksiz darsga qatnashadigan va qatnashmaydigan o'quvchilarni ayirib bir ish qilishni maslahat qilyapmiz. Shunga payshanba kuni inshaalloh o'tib ketgan 40 batdan bir imtihon bor. Shu imtihondan keyin dars biroz besib davom qilishi mumkin. Buguncha darsimiz mushara to'xtab tursin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.